Barchaga birdek kerak bo'ladigan ikki xil ko'rinishdagi oldi ochiq va yopiq stoykani tushuntirib beraman. Buning uchun tayyor standart andazamli old va orqa qismidan foydalanaman. Old va orqa bo'yin o'yindisini ko'rsatganimdek qilib o'lchang. 20 cm chiqdi. To'g'ri chiziq chizing. 90 gradus ostida yoqa uzunligini 20 cm chizing va 9 cm orqa bo'yin o'yindisi uchun belgi qo'ying. Stoyka qiyaligi uchun tepaga 3 cm chiqing. Aynan figurni lineyka orqali nuqtalarini birlashtiring. Stoyka eni uchun 3 cm chiqing. Stoyka tugash nuqtasidan 90 gradus ostida 3 cm chiqing va nuqtalarni ko'rsatganimdek chizing. Bu stoykani birinchi varianti. Endi esa stoykani buklov tarafini teskari qilish orqali ikkinchi variantini chizing. Xuddi shu ko'rinishda chizib oling. Old o'rtasi ochiq stoyka uchiga forma bering. Old bo'yini ochiq stoykani ko'rinishi. Bu esa old bo'yin qismi yopiq stoykani ko'rinishi. Mana sizga ikki xil ko'rinishdagi stoyka andazasi. Shu va shu kabi mavzularni yana ham aniqlikda bilishni xohlasangiz, modellashtirish kursimda o'qing. Bog'lanish uchun esa Telegram orqali murojaat qiling.